Jag'ida joylashgan tishlarining uzunligi 36 sm, diametri esa 12 sm ga teng bo'lgan. Shunday ekan, uni tishlarining uzunligi hatto megalodonnikidan ham uzun bo'lgan. Megalodon so'zining ma'nosi katta tishlar ma'nosini bildirsa-da, ularning tishlarining uzunligi faqatgina 18 sm ga yetishi mumkin. Ulkan hajmlarni hisobga olgan holda gigant kasholot osonlik bilan megalodonni yengadi desak, adashmaymiz. Zegaphyseter varolay. U mavjudot ham kitsimlar avlodidan bo'lgan maxluq hisoblanadi. Uni yana qotil kasholot deb ham atashadi. Sababi ko'rinishidan u kasholotga o'xshagani bo'lsa kerak. Shunday ekan, bizda yana bir megalodonga raqiblik qilishi mumkin bo'lgan nomzod. U 7-11 million yillar oldin Miatsena davrida yashagan. Olimlarning aytishi bo'yicha Zegaphyseter 8-11 metr atrofiga yetgan. Simmetrik bosh suyagi shundan dalolat beradiki, u ov jarayonida echolokatsiyadan foydalangan va yana tabiatdan sovg'a tariqasida kuchli jag'larga ega bo'lgan. Uning tishlarining uzunligi 15 sm dan 20 sm gacha yetgan. Shu tishlari u bemalol yirik baliqlarga ov qilish imkoniyatini bergan. Agar unga megalodon bilan raqobatlashishga to'g'ri kelsa, raqib aniq kuchli jarohat olishi tayin bo'lgan. Hatto qotil kasholotdan yirik bo'lsa ham. Ramfazux. Qadimgi davrlarda ko'plab gaviallar va soxta gaviallar mavjud bo'lgan. Shu sababli ham megalodon xavfsirashi mumkin bo'lgan jonzotlarning ichidagi eng yirigi Ramfazux bo'lgan. U Hindiston subkontinentida yashagan bo'lib, u ham Miatsena davrida megalodon bilan bir davrda istiqomat qilgan. Baxtga qarshi paleontologlarning qo'llarida bu turga tegishli juda kam tosh qoldiqlari bo'lib, bu turdagi timsohlarning uzunligi 8-11 metrga yetgan. Tosh qoldiqlar shuni gapiradiki, bu maxluq juda faol hayot tarzini olib borgan. Uzun va harakatchan dumi unga tez suzish va chaqqon harakatlanishga imkon bergan. U suvga mayda o'ljalarga ov qilish uchun kirgan bo'lsa-da, ammo ba'zida uning og'ziga katta o'ljalar ham tushib qolgan. Shu qatorda megalodon ham. Izlanuvchilar fikricha, Ramfazux rostdan ham megalodonni rivojlangan katta va o'tkir tishlar bilan qoplangan jag'lari yordamida yutishi mumkin bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirgi kunda aytilayotganidek okean qiroli megalodon bo'lmagan ekan. U davrda qirollikda boshqa undanda qo'rqinchli jonzotlar mavjud bo'lgan. Videoni kuzatishda davom eting. Sizni oldinda gigant mozazavr va boshqa megalodonni bemalol jangda mag'lub qila oladigan maxluqlarni uchratishingiz mumkin. Va yana video qo'yayotgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hozirgi kunda bizni kuzatib borayotgan qiziquvchilarimiz bizni obuna bo'lmasdan kuzatib bormoqda ekanlar. Shu sababli kanalga obuna